Qanaqa mini traktor olsam ekan deb o'ylab yurgan akalarimiz uchun ushbu videoda Sintay brendidagi 500 tur, 400 tur hamda 300 tur mini traktorlari ikki xil variantini obzor qilib beramiz. Traktorlari xarakteristikasi hamda narxlari, to'lov turlari hammasini aytib o'tamiz. Xo'p, ushbu mini traktorimiz Sintay 500 tur mini traktorimiz 50 ot kuchiga ega. Tur portion oldi orqasi tortadi. Bu traktorimizni boshqa traktorlardan afzal jihati, bu traktorimizni motor korobkalari Yuto brendining motor korobkalaridan qo'yilgan. Xo'p, bu traktorimiz salarka baklari pastda joylashgan. 40 litrgacha ham salarka sig'adi. Xo'p, bu traktorimiz reversili, понижний повещий 4 dan 8 ta skorost hamda reverslar bilan jihozlangan. Kursiylar bo'ladi, kablolari ham elektron. Sidenalari ham ancha zamonaviy ishlab chiqarilgan. Xo'p, orqa balon razmeri 12 turga 28, oldi balon razmeri xo'p, oldi balon razmeri 8.3 ga 20 oldi balon razmeri. Traktorimiz tashqi ikkitalik silindr hamda kompressorlar bilan jihozlangan. Ko'rsanglar bo'ladi. Tashqi ikkitalik silindr hamda kompressorlar bilan jihozlangan. Mana bu 220 frezer bemalol ko'tarib oladi. 600-700 kilogacha ham bemalol shunaqa frezerlarni ko'tarib oladi. 3 korpusli pulliklarni ham bemalol ishlata oladi. 3 tonna, 4 tonnagacha ham arava tortsalar bo'ladi mini traktorimiz yordamida. Rollari ham chilionlik gidravlika holatda. Traktorimizni vom обороты ikki xil оборот 540 hamda 1000 оборотda ishlaydi. Bemalol mini press podborchiklarni ham ishlata oladi traktorimiz. Traktorimizni narxi keladigan bo'lsak, Sintay 500 tur mini traktorimiz 155 million so'm turadi. Naqd pulga xudo xolasa kelishtirib arzonroq qilib beramiz. Bu mini traktorimiz Sintay 400 tur mini traktorimiz 40 ot kuchiga ega. Tur portion bu ham oldi orqasi tortadi. Buni ham salarka baklari pastda joylashgan. Buni ham motor korobkalari Yuto brendining motor korobkalaridan qo'yilgan. Oldi balon razmeri bundan ozgina kichikroq, 50 ot kuchlidan 750 ga 16 oldi balon razmeri va orqasi 11.2 ga 28. Bu mini traktorimiz ham понижний повещий 4 dan 8 ta skorost, elektron tablo hamda reverslar bilan jihozlangan. Bu traktorimiz ham tashqi ikkitalik silindr hamda kompressorlar bilan jihozlangan. Bu traktorimiz ham buni ham vom обороты 540 hamda 1000 оборотda ko'rsanglar bo'ladi. Bu ham 2 metrli frezani hozir ko'tarib turibdi. Bemalol 3 korpusli plug, chizel yoki 160, 180 tuproq maydalaydigan frezerlari bemalol bu mini traktorimizdan ishlata oladi. 2,5-3 tonnagacha aravada yuk tortishlar ham bo'ladi. Turlari ham bu mini traktorimizning gidravlika, salarka bakli ham 35-40 litr bemalol salarka sig'adi. Bu mini traktorimizning narxi keladigan bo'lsak, Sintay 400 tur mini traktorimiz 135 million so'm turadi. Naqd pulga buni ham xudo xolasa kelishtirib arzon narxlarda qilib beramiz. Bu yerda Sintay 300 tur mini traktori, to'rttalasi ham Sintay 300 tur mini traktori ikki xil holatda, ikki xil dizaynda, ikki xil shaklda kelgan. Xo'p, bu mini traktorimiz o'sha Sintay 300 tur 30 ot kuchiga ega. 3 ta portion oldi orqasi tortadi. Akkumulyatorlari oldinda joylashgan. 3 ta portion mana salarka baki tepada joylashgan buni. Bu ham bemalol 30 litrgacha ham salarka sig'dira oladi bakiga. Bu mini traktorimiz
bemalol 1.30, 1.40, 1.50 tuproq maydalaydigan frezerlarni ham ishlata oladi. Rollari ham uchilyonni gidravlika holatida. Orqasida 1.30 lik tuproq maydalaydigan frezasi bor, alohida uzatiladi. Traktor narxidan tashqari bu frezerni ham olsalar bo'ladi. Bu mini traktorimizga shunaqa pluglar, chizellarimiz bor. Bu mini traktorimizdan mana pastki ikkitalik silindr hamda kompressorlar bilan jihozlangan, o'zini o'zi damlaydi. Buni ham bom oboroti 540 hamda 1000 oborotda ishlaydi. Orqa baloni 11.2 ga 24, oldi baloni xo'p, oldi baloni bu yerda. Yo'q, oldi balon razmeri o'sha 46 dan ozgina kichikroq holatda. 650 ga 15, 650 ga 15 oldi balon razmeri. Bog'lar uchun, teplitsalar uchun mo'ljallangan traktorimiz. Shapkasini olib turib, bemalol daraxtlarning tagini ham ishlab bersalar bo'ladi. Bu traktorimizning narxi 110 million so'm. Xudo xolasa naqd pulga kelishtirib beramiz. Bunisi xuddi shu Sintai 304 brendining yangicha varianti. Xo'p, mana balon razmeriga ahamiyat bersanglar ham, baloni bundan kattaroq. Buniki 650 bo'lsa, buniki oldi baloni 750 ga 16. Ko'rinishi ham, rangi ham, hammasi boshqacharoq holatda. Buni ham akkumulyatori oldinda joylashgan. Bu traktorimiz ham 30 ot kuchiga ega, 3 ta portionli oldi orqasi tortadi. Buni mana baki ham pastda joylashgan, salarga baki ham pastda joylashgan. Sidenalari ham boshqacha, mana rushnoy tormozlari ham mashinaga o'xshagan. Tablolari ham elektron hamda mana salon qismi ham ajoyib shaklda. Bu traktorimiz ham tashqi ikkitalik silindr hamda kompressorlar bilan jihozlangan. Mana bom oborot 540 hamda 1000 oborotda. Mana 1.30 tuproq maydaladigan frezerni bemalol ishlata oladi. 1.50 gacha ham, 1.40, 1.50 ham ishlata oladi. Ikki korpusli aylanma plugni ham, oddiy plugni ham bemalol ishlatib torta oladi. Bu traktorimizni narxiga keladigan bo'lsak, bu model 304 traktorimiz 115 million so'm turadi. Bunisidan 5 million qimmatroq. Bu soti ham bunga qaraganda kuchliroq. Xo'p, traktorni aytib o'tmagan tomonlarimiz, bu traktorimizni hammasi palaos. Orqa balonni kengaytirib turartirsalar bo'ladi razmerga. Aynan bu traktorimizni, oldi balonni ham razmeriga qo'yib kengaytirib turartirsalar bo'ladi. Aynan bu traktorimizni 60-70 ga moslangan. Bu yerdagi hamma traktorlar 60-70 ga moslangan. Xo'p, palavos. To'lov turlarimiz naqd pul, перечисление yoki рассрочка ham qilib beramiz. Mabodoga 20 million, 25 million pul yetmay qolgan holatlarda o'zimizda foizsiz рассрочка ham bor. Lizingga olmoqchi bo'lgan akalarimiz uchun lizingga ham chiqarib beraveramiz. Ya'ni ham batafsilroq ma'lumot uchun mana pastda nomer qoldiramiz. Telefon qilsanglar, xudo xolasa, yana ham batafsilroq ma'lumot beramiz. Manzilimizni yana eslatib o'tamiz. Vohadan kelganingizda, Erkin postdan Toshkentga kirganingizda o'ng qo'lda mana Agramach mini traktorlar do'koni, vodiyli akalarimiz uchun Qo'qon Dang'araz avtogaz bozorida hamda Namangan Lolada filiallarimiz bor. Bu yerda Sintai 504 kabinali mini traktorimiz ham bor. Pechka, magnitofon, konditsioner, ventilyator hammasi bilan jihozlangan. 4 portionli 50 ot kuchi. Oldi orqasi tortadi, motor korobkasi Yuto. Bu traktorimiz ham mana salarka baklari pastda joylashgan.
tashqi ikkitalik silindr, kompressorlar bilan jihozlangan. Pechka, magnitofon, ventilyator, hamma narsasi bor. Narxi 165 million so'm. Naqd pulga xudo xolasa kelishtirib beriladi. Videomiz yoqqan bo'lsa like bosing, kanalimizga obuna bo'ling. Xudo xolasa yana ham bundan ham qiziqarliroq videolarni qo'yib boramiz. Traktorlarni ishlagan jarayonlarni ham xudo xolasa aynan shu kanaldan topsanglar bo'ladi.